Assalomu alaykum. Ko'pchilik 100% avtomat inkubator tayyorlaylar deganlar bo'ldi. Mana tayyorlab qo'ydik. Bu inkubatorga faqat 3-4 kunda bir marta suv quyib qo'ysanglar bo'ldi. Qolgan joyi o'z avtomat ishlayveradi. Hozir qisqacha video qilamiz, qanday ishlatish, narxlari, nechta tuxum sig'ishni ham aytib o'tib ketamiz. Bu inkubatorimizni materiali dekor plastdan qilingan. Ichki qismi penoplex bo'ladi, yonboshlari burchak bo'ladi. Bu inkubatorimiz 100% avtomat. Mana terma regulyatori bu issalik bir xil ushlab turadi, ko'tarilib ham pasayib ham ketmaydi. Oldidagisi namlik foiz bo'ladi, namlik ko'rsatadi kattasi. Oldidagi knopkasi tuxumni aylantirishni o'chirib yoqadigan knopkasi. Bu inkubatorimiz afzallik tomonlari suv o'chib qolsa, akkumulyatorga ulab ishlatsanglar ham bo'ladi. 220 da ham ishlayveradi. 12 volt mana qisqachani qo'yib qo'yganmiz. 12 volt mashinani akkumulyatorida qo'yib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Bu inkubatorimizni ishlatish juda oson. Kitobchalarni qo'shib beramiz. Ichki ko'rinishi mana shunday. Tepasi aynalik qilingan, ichini ko'rib turishlik uchun. Mana bu kitobchasi, hamma narsasi yozilgan, gradislari, qana ochilishlari yozilgan. Bu inkubatorimiz 2 etajli bo'ladi. 110 dona atrofida tovuq tuxumi sig'adi. Boshqa parranda tuxumlarini ham ochirsanglar bo'ladi. Inkubator ishlatish haqida qisqacha tushuntiraman. Bu inkubatorimiz 2 qavatli, 2 etaji ham tashqariga olinadi. Pastda suv idishi bor. Suv idishi 2 yonboshdan o'rtada turadi, devorga yopishgan holatda. Pastda ventilyatori bor, spiralli ventilyator. Havo bir xil ushlab turadi. Tuxum terishda tokdan sug'urasizlar, sug'urgandan keyin inkubator ishlatishdan oldin tokdan sug'urib 45 gradusga yonboshlatib olasizlar. 45 gradusga devorga yonboshlatib dastan terib chiqarasizlar. Bittalar bir necha qator, ikkinchi qator qilib tersanglar, tuxum terish juda oson. Terib olgandan keyin inkubatorda yana joyiga qo'yamiz. Mana bu latogini ham 45 gradusga devorga suyab turib, pastdan terib to'ldirib chiqaramiz. Eng oson yo'li shu tuxumni terishda. Ikkala etajga ham terib olgandan keyin ikkinchi etajini o'ng tomonda bitta bolt bo'ladi, chap tomonda ikkita bolt bo'ladi. Mana bu simini tepaga olib turamiz. Boltga ilamiz o'ng tomonni, keyin chap tomonni kirgizib qo'ysak bo'ldi. Shunday holatda teriladi tuxumlar. Pastdagi katta etajini tashqariga olib yurishinglar shart emas. Uni aytganimdek inkubatorda 45 gradusga qo'yib turib terib olasizlar. Keyin yulkaga suqamiz inkubatorni. Yulkaga suqqaninglardan keyin ishlashni boshlaydi. Keyin suv quyamiz. Yonboshdan mana shlankasidan chaynada suv quyib qo'yasizlar, ilgariroq suv. Suv idishiga toshirmasdan yarimdan oshiqroq quyasizlar. Qopqog'ini ochib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Suv quyayotganda bironta tuxumni olasizlar, suv quyib qo'ygan joyiga qo'yib qo'yasizlar. Suvni toshirmaysizlar. 19 kungacha yarimdan oshiq suv quyib turiladi. 19-kuni suv idishiga to'ldirib suv quysanglar, namligi ko'tariladi, ochib chiqishiga yaxshi bo'ladi. Mana bu simini tuxum terib olgandan keyin tuxumni ustiga tashlab qo'yasizlar. Graduslarini o'zgartirib yurmaysizlar. Bu hamma parranda tuxum uchun 37-8 gradusda ochib chiqaradi. 37-8 ga qo'yib qo'yamiz. Buni tepib yurmanglar knopkalarini. 19 kungacha mana bu knopkasi yonib turadi, chiziqcha tomonga bosilgan turadi. 19-kuni 0 ga bosib qo'ysanglar, aylanish to'xtaydi. 19-kuni latoga shunaqa yonbosh holatda turgan bo'lsa, buni to'g'irlab qo'yishinglar kerak. Ya'ni sepni qo'lda burasa buraladi. Burab o'rta holatga keltirib qo'yamiz. Keyin 2 etajli inkubator olganingizdan keyin iloji bo'lsa molisini 2-etajdan jicha 1-2 sm ko'tarib qo'yinglar 19-kuni. 19-kuni 1-2 sm ikki tomonni ko'tarib qo'ysanglar, jo'ja ochayotganda setka salaqit bermaydi. Bu inkubatorimizni narxini 850 ming so'm qilib berdik. 110 dona tovuq tuxumi sig'adi, bedana, induk, o'rdak, hamma parrandani ochirsanglar bo'ladi. 6 oy garantiyasi bor. Kitobchasi ham bor. 100% garantiya beramiz. Manzil Andijon shaharda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaringlar. 6-7 yildan beri shu sohada yuramiz. Bemalol o'ylanmasdan olishinglar mumkin.